Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'ur yoshlarini yezi 5 emgak kuchi nomida ikki o'lkalarga yo'tkab, o'xshash bir vaqtda ikki o'lkalardan savodsiz qarqo'saq, Xitoylarni har xil sabablar bilan Sharq Turkistonga yo'tkashni uzluksiz davomlashtirmoqda. Xitoy mediasida xabar qilishicha, yerlik doiralar bundan bir hafta avval G'uljinoyisdan 50 dan ortiq Uyg'ur qizini Jiangsuning Nantongdagi korxonalarga, Chapchal noyisdan 433 nafar Uyg'ur yoshlarini ishlashga yo'tkigan. Doiralar teg'i o'tgan oyda Xotan shahridan 233 nafar yoshni Fujian o'lkasiga yo'tkigan. G'uljinoylik xalq ishlar idorasi va ijtimoiy farovonlik idorasi bularni 1-mart kuni G'uljinoyisda murosim o'tkazib, Jiangsuga yo'lga solgan. Hamda bu yil yo'tkalgan tunji turkumdagi 5 emgak kuchlari ekanligini, bu yil ichida ishkirga davomli 5 emgak kuchi yo'tkash plani borligini bildirgan. Xitoyning Uyg'ur yoshlarini 5 emgak kuchi nomida ikki o'lkalarga yo'tkab, ishkirdan keng ko'lamli xizmatchi qabul qilishi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchrab keldi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoy hukumati ishkirdan keng ko'lamli xizmatchilarni qabul qilishi orqali 5 emgak kuchi nomida ishkirga yo'tkalgan yoki lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning bo'sh qolgan o'rnini to'ldirmoqchi ekan. Muajiratga faoliyatchi Abduvali Oyibning tutqundagi ziyolilar tizimlikida Qashqar shaharlik suv ishlari idorasining xizmatchilaridan Mamtili Vahob, Akbar Ahmad, Turg'un Osim, Nur Muhammad Niyoz, Abdug'ofur Tursun, Sobirjon Hamid qatorliq 6 kishining navbatda yig'ilish lagerida ekanligi ma'lum bo'ldi. Vaziyatdan xabardor kishilar yana mazkur suv ishlari idorasida 60 dan ortiq ishchi xizmatchi borligi, lagerga akitilgan Uyg'ur ishchi xizmatchilari umumiy sonining 15% ni egallaydiganligini bildirgan. Mazkur 6 tutqunning 30 yosh bilan 54 yosh orasida ekanligi, Turg'un Osimning texnik mudir ekanligi, Sobir Mahmud pensiyada ekanligini ma'lum qildi. Mazkur 6 nafar xodimning konkret qanday sabab bilan yoki bahona bilan tutilganligi bayon qilinmagan. Qashqar vaziyatidan to'liq xabardor kishining bergan uchurlarida Qashqar rayonida 120 mingdan ortiq kishining lagerda ekanligi oshkorlangan. Xotanning ma'lum bir kent sekretari o'zlariga aholi nufusining 40% ni tarbiyalashga opirish haqida yuqoridan uqtirish tushganligini oshkorlagan edi. Fransiya agentligining xabarida o'tgan yili lagerga tutqun qilingan Uyg'ur futbol mayri Irfan Izim yaqinda Xitoydagi bir futbol klubi bilan to'xtam imzolagan. Buning bilan Irfan Izimning lagerdan qutulganligi yanada ilgarilagan holda isbotlangan bo'ldi. Irfan Izimning 2018-yili aytiyozda tutqun qilinib, Dörbelcindagi bir yig'ilish lagerga solanganligi dalillangandan keyin kuchli inkas paydo qilgan edi. 2018-yili 6-oyda Dunyo futbolchilar birlashmasi bayonot e'lon qilib, Uyg'ur futbolchi Irfan Izimning yig'ilish lageridan darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Dunyodagi kasbiy futbolchilardan tashkillangan va 60 davlatda 65 ming a'zosi bo'lgan bu tashkilot bayonotida Irfan Izimning istiqbolli bir Uyg'ur futbolchi ekanligini, uning 2018-yili 2-oyda lagerga olib ketilganligini bayon qilgan edi. Irfan Izim 2018-yili 2-oyda g'oyib bo'lgandan keyin u tunji qatim bu yil fevralda Xitoy ijtimoiy taratqularida paydo bo'lgan. Hamda Jiangsu Suning klubi futbolchilarining Guangdongda mashq qilayotgan rasmlarda Irfanning surati borligi xabar qilingan. Fransiya agentligining xabarida Shanxi o'lkasining Chang'an futbol klubi tarmog'idagi bir klub Weibo'dagi sahifasida Irfan Izim bilan to'xtamlashganligini jakalagan. Amerikaning New York shahridagi xalqaro jurnalistlarni qo'g'dash komiteti 8-mart ayollar bayrami munosabati bilan doklad e'lon qilib, dunyoning Uyg'ur ayol jurnalistlarini o'z ichiga olgan turmadagi ayol jurnalistlarni unutib qolmaslikka chaqirgan. Mazkur organning 8-mart kuni e'lon qilgan dokladida navbatda dunyo bo'yicha axborotchilik xizmati sababli turmada yetayotgan 251 nafar jurnalistning 33 nafari ayol ekan. Dokladda Xitoy turmusida yetayotgan 7 nafar ayol jurnalistning ismi tilga ilingan. Ularning 3 nafari Uyg'ur bo'lib, uningda Gulmira Imin, Otkam Rozi va Chimangul Avut tanishtirilgan. Gulmira Imin Diyarim to'rining sobiq bosh boshqaruvchisi bo'lib, 2009-yili 5-iyun voqeasida tutqun qilingan. U to'polonga qutratqilik qilish bilan ayblanib muddatsiz kesilgan. Uyg'ur biz to'rining boshqaruvchisi Otkam Rozi
2014 yılı 11 ayda ataqlıq Uyğur öktüçi Ziyali İlham Toxtiga chetilib tutqun qilingan. Qashqar adabiyatining tahriri, tonilgan shoiri Chimangul Avut o'tgan yili g'oyib bo'lgan bo'lib, 2015 yili yozuvchi Xolida Isroilning Oltin Kash nomli romanini tayyorlagan sababli tutqun qilinganligi dalillangan edi. Jurnalistlarni qo'g'dash komiteti dokladida Chimangul Avutning Xitoyning Uyg'urlarni bostirishida tutqun qilinganligi, uning xatarli kitoblarni nashr qilgan deb ayblanganligi bildirilgan. Jurnalistlarni qo'g'dash komiteti 8 mart bayrami munosabati bilan e'lon qilingan bayonotida xalqlik hodisalarni xabar qilib, o'ch ilishga uchirgan dunyoning har qaysi joylaridagi bu ayol jurnalistlarga hurmat bildirganligini ta'kidlagan.